iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani haqida gap ketganda men sizga eng muhim narsani boshida aytaman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiya olayotgan ota-onasi bor farzandlarga, bank kartasiga pul tushishini kutayotgan oilalarga va naqd pul orqali pensiya oladigan fuqarolarga bevosita tegishli. Agar siz jadval o'zgarganini bilmay qolsangiz, nega pulim tushmadi? Nega pochta xodimi kelmadi? Kartamda mablag' ko'rinmayapti deb ortiqcha xavotirga tushishingiz mumkin. Shuning uchun men bugun hammasini oddiy tilda, tartib bilan tushuntirib beraman. Avvalo, kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki bunday xabarlar kechikib yetib borsa, odamlar eng kerakli paytda adashib qoladi. Men esa sizga pensiya to'lov jadvali, bank kartasi, pochta orqali yetkazish va hujjatlar bo'yicha eng zarur ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazib boraman. Oldi ko'pchilik pensionerlar pensiya pulini deyarli bir xil tartibda kutardi. Kimdir har oyning boshida, kimdir oyning o'rtalarida, kimdir esa mahalla yoki pochta xizmati orqali belgilangan kunda olardi. Masalan, bir pensioner har oyning 5 sanasida kartasiga pul tushishiga o'rganib qolgan bo'lsa, u 5-iyul kuni ertalab bankomatga boradi yoki telefon orqali balansini tekshiradi. Mablag' ko'rinmasa, darrov xavotir boshlanadi. Pensiyam kesildimi? Hujjatimda muammo chiqdimi? Bank ushlab qoldimi? degan savollar paydo bo'ladi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, iyul oyida to'lov jadvali ayrim hududlarda, ayrim toifa pensionerlar bo'yicha yoki texnik va tashkiliy sabablar bilan qayta tartibga solinishi mumkin. Bu degani hamma odamning pensiyasi kechikadi degani emas. Bu degani pensiya bekor bo'ladi degani ham emas. Eng muhim farq shuki, pul tushadigan yoki yetkaziladigan kun avvalgi odatdagi kundan biroz farq qilishi mumkin. Men aynan mana shu farqni to'g'ri tushunishingizni xohlayman. Jadval qayta yozildi deganda ko'pchilik buni noto'g'ri talqin qiladi. Aslida jadval degani mablag' qaysi hududga, qaysi bankka, qaysi pochta bo'limiga, qaysi pensionerlar ro'yxatiga va qaysi kunda yo'naltirishni ko'rsatuvchi tartibdir. Davlat pensiya to'lovlarini odatda bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Chunki bir kunda hamma pensionerga bir vaqtning o'zida to'lov qilish texnik jihatdan ham, bank tizimi jihatidan ham, naqd pul yetkazish jihatidan ham og'ir bo'lishi mumkin. Oldingi tartibda ko'plab pensionerlar o'zining odatdagi kunini yodlab olgan edi. Masalan, Toshkent shahridagi bir kishi 7 sanani kutadi. Viloyatdagi boshqa bir pensioner 10 sanani kutadi. Qishloqda yashovchi onaxon esa pochta xodimi 12 yoki 13 sanalarda kelishiga o'rganib qolgan bo'ladi. Bu odat yillar davomida shakllangani uchun odamlar aynan shu sanadan kelib chiqib xarajat rejasini tuzadi. Dori sotib olish, kommunal to'lovlarni qilish, oziq-ovqat olish, qarz qaytarish, nevarasiga yordam berish kabi ishlar pensiya tushadigan kunga bog'lanib qolgan. Hozirgi o'zgarishning asosiy sababi shundaki, iyul oyida to'lovlar jadvali yangilanishi, qayta taqsimlanishi yoki bank va pochta tizimlari bo'yicha navbat bilan amalga oshirilishi mumkin. Bu yerda men sizni ogohlantirmoqchiman. Agar sizning pensiyangiz odatdagi kundan 1-2 kun kechroq tushsa, darrov vahima qilmang. Lekin 3, 4 yoki 5 kundan ortiq kechiksa, albatta tekshirish kerak. Sababi ba'zan kechikish oddiy jadval o'zgarishi bo'lsa, ba'zan esa karta muddati tugagan, bank rekvizitlari yangilanmagan, yashash manzili bo'yicha ma'lumot mos kelmay qolgan yoki hujjatlarda aniqlashtirish talab qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pensionerning plastik kartasi iyun oyida amal qilish muddatini tugatgan bo'ladi, lekin u buni sezmaydi. Iyulda pensiya ajratiladi, biroq karta faol bo'lmagani uchun mablag' darhol ko'rinmaydi. Pensioner esa jadval o'zgargani uchun pulim kelmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo jadvalda emas, kartaning holatida bo'ladi. Yana bir misol, pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya bo'limida manzilini yangilamagan. Pochta xizmati esa eski manzil bo'yicha ro'yxatda turadi. Natijada pul ajratilgan bo'lsa ham yetkazib berishda tushunmovchilik yuzaga keladi. Birinchi navbatda pensiyasini naqd pul shaklida oladigan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki naqd pul orqali yetkazishda pochta bo'limining ishki jadvali, xodimlarning hudud bo'yicha harakati, mahallalar kesimdagi ro'yxatlar va pul yetkazish kunlari muhim rol o'ynaydi. Agar jadval o'zgarsa, pochta xodimi siz kutgan kunda emas, boshqa kunda kelishi mumkin. Bu holatda uyda bo'lmasangiz yoki telefoningiz ochiq bo'lsa, keyin qayta kelish muddati cho'zilishi mumkin. Ikkinchi toifa bank kartasi almashgan pensionerlar.
Agar yaqinda yangi karta olgan bo'lsangiz, eski kartangiz yopilgan bo'lsa yoki bankni almashtirgan bo'lsangiz, albatta pensiya mablag'i aynan qaysi hisob raqamga yo'naltirilishini tekshiring. Karta raqami bilan hisob raqam bir xil tushishi emas. Ko'pchilik faqat karta ustidagi raqamga qaraydi. Aslida pensiya to'lovi bank hisob raqamiga bog'langan bo'ladi. Agar bank ma'lumotlari to'liq yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlanib qolishi yoki qayta yo'naltirish talab qilinishi mumkin. Uchinchi toifa, yaqinda pensiya tayinlangan fuqarolar. Birinchi marta pensiya olayotganlar ko'pincha hujjat topshirdim, demak darhol pul tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya tayinlash, hisoblash, ro'yxatga kiritish va to'lov jadvaliga qo'shish jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshadi. Masalan, hujjat iyun oxirida yakunlangan bo'lsa, iyuldagi to'lov aniq qaysi jadvalga tushishini tekshirish kerak bo'ladi. Ba'zan birinchi to'lov keyingi jadvalda yoki hisoblangan farq bilan birga kelishi mumkin. To'rtinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu toifadagi fuqarolarda hujjatlar muddati, tibbiy komissiya xulosasi, yosh chegarasi yoki o'qish to'g'risidagi ma'lumotnoma kabi qo'shimcha holatlar bo'lishi mumkin. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, jadval o'zgargani bilan birga to'lovda qo'shimcha tekshiruv paydo bo'lishi mumkin. Agar siz har oy pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, kartangiz faol bo'lsa, telefoningizga bankdan xabarlar kelib tursa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va oldingi oylarda muammo bo'lmagan bo'lsa, 1-2 kunlik farqdan qo'rqmang. Chunki jadval qayta tuzilganda to'lovlar navbat bilan tushishi tabiiy. Masalan, bir tumanda 4 iyulda tushgan pensiya boshqa tumanda 6 iyulda tushishi mumkin. Bir bankda mablag' ertalab ko'rinsa, boshqa bankda tushdan keyin yoki kechqurun aks etishi mumkin. Yana shuni tushunish kerakki, bank kartasida pul darhol ko'rinmasligi har doim pul kelmadi degani emas. Ba'zan bank tizimi xabarni kech yuboradi. Ba'zan mobil ilova vaqtincha yangilanmay turadi. Ba'zan SMS xizmati ulanmagan bo'ladi. Shuning uchun faqat bitta usul bilan tekshirmang. Mobil ilovadan ko'ring, bankomatdan balans tekshiring, bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin filialdan so'rang. Birinchi misol. Gulchehra opa har oy 6 sanada 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Iyulda 6 sana kuni pul tushmadi. U xavotir qilib qarindoshlariga qo'ng'iroq qildi. Aslida uning hududida to'lov jadvali 2 sanaga ko'chirilgan bo'ladi. 2 sana kuni pul to'liq tushadi. Bu yerda muammo yo'q. Faqat jadvalda silish bor. Ikkinchi misol. Anvar aka pensiyasini naqd pulda oladi. Pochta xodimi odatda 10 sanada kelardi. Iyulda esa 10 sanada kelmadi. Anvar aka uydan chiqmay 2 kun kutdi. Keyin ma'lum bo'ldiki, mahalla bo'yicha yetkazish kuni 12 sanaga o'tkazilgan, lekin u telefon qilmagani uchun buni bilmagan. Agar u 10 sanadan keyin darhol pochta bo'limiga qo'ng'iroq qilganda, aniq kunni bilib olardi va ortiqcha asabiylashmasdi. Uchinchi misol. Rahma opa yangi bank kartasi olgan, lekin pensiya bo'limiga yangi bank ma'lumotlarini yetkazmagan. Iyulda mablag' eski hisobga yo'naltirilgan. Eski karta ishlamayotgani uchun u pulni ko'ra olmaydi. Bu holatda faqat kutish yetarli emas. Bankdan hisob holatini tekshirish, keyin pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Kerak bo'lsa yangi hisob raqamini yozma ravishda topshirish lozim. 4-misol. Sardor ismli fuqaro onasining pensiyasini olishda yordam beradi. Onasi yurishga qiynaladi. Ular ishonchnoma orqali pul yechib kelishadi. Iyulda jadval o'zgargan, lekin ishonchnomaning muddati ham tugagan bo'ladi. Bank pulni bera olmaydi. Sardor jadvalni ayblaydi. Lekin asli sabab hujjat muddati tugaganida. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya olishda faqat sana emas, hujjatlarning amal qilish muddati ham muhim. Eng katta nozik jihat shuki, hamma pensioner bir xil jadvalga tushmaydi. Hudud, bank to'lov shakli, ro'yxat holati va hujjatlarning to'liqligi natijaga ta'sir qiladi. Shuning uchun qo'shningiz pensiya oldi, siz olmadingiz, demak sizda muammo bor degan xulosa qilish noto'g'ri. Qo'shningiz boshqa bankda bo'lishi mumkin. Boshqa to'lov ro'yxatida turishi mumkin yoki uning hudud bo'yicha navbati oldinroq bo'lishi mumkin. Yana bir muhim masala bayram kunlari, dam olish kunlari va bank ish kunlari. Agar odatdagi to'lov kuni dam olish kuniga to'g'ri kelib qolsa, mablag' oldinroq yoki keyinroq aks etishi mumkin. Naqd pul yetkazishda esa pochta bo'limi ish jadvali ta'sir qiladi. Masalan, pul ajratilgan bo'lsa ham, uni xodim uyma-uy yetkazishi uchun alohida vaqt kerak bo'ladi. Ba'zi pensionerlar mening pensiyam kamayib qoladimi deb so'raydi.
Jadval o'zgarishi pensiya miqdori o'zgaradi degani emas. Miqdor alohida hisoblanadi. Jadval esa to'lov kuni va yetkazish tartibiga bog'liq. Lekin agar sizda aliment, qarzdorlik, sud qarori bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lsa, kartaga tushadigan summa avvalgidan kam ko'rinishi mumkin. Buni jadval bilan adashtirmaslik kerak. Yana bir yashirin masala bor, firibgarlar. Jadval o'zgardi degan xabar tarqalsa, ayrim firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni chiqarib beramiz, kartangizni tasdiqlang, SS kodini ayting, pasport rasmini yuboring deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga SMS kodini aytmang. Karta raqami, amal qilish muddati, maxfiy kod yoki bank ilovasiga kirish parolini bermang. Pensiya bo'yicha rasmiy masalalar bank filiali, pensiya jamg'armasi bo'limi, pochta bo'limi yoki rasmiy aloqa kanallari orqali hal qilinadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Avval o'zingizning to'lov shaklingizni aniqlang. Siz pensiyani bank kartasiga olasizmi yoki naqd pul shaklida olasizmi? Agar kartaga olsangiz, bank ilovasini tekshiring. Karta faolmi? Amal qilish muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni ko'ring. Agar naqd pulda olsangiz, pochta bo'limingiz yoki mahalla mas'ullari orqali iyul oyidagi yetkazish kunini aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, bank hisob raqami ma'lumotlari, telefon raqamingiz va yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa odam nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tegishli tibbiy hujjatlar muddati tugamaganini tekshiring. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi yoki yosh bilan bog'liq talablar bor yo'qligini aniqlang. Uchinchi qadam, kechikish bo'lsa tartib bilan harakat qiling. Birinchi kun darrov vahima qilmang. Avval bank ilovasini tekshiring. Keyin bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Mablag' kelib tushganmi? Hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi? Shuni so'rang. Agar bank mablag' kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tuman bo'limiga murojaat qilish bo'ladi. Agar naqd pul bo'lsa, pochta bo'limidan jadvalni so'rang. To'rtinchi qadam, murojaat qilganda aniq gapiring. Mening pensiyam tushmadi deb umumiy aytishdan ko'ra, men falon tumanda yashayman, pensiyani falon bank kartasiga olaman, odatda falon sanada tushardi. Iyul oyida hali tushmadi. Hisob raqamim faol, kartam muddati tugamagan. To'lov ro'yxati holatimni tekshirib bering deb ayting. Shunda mutaxassis ham masalani tezroq tushunadi. 5-qadam, yozma murojaatdan qo'rqmang. Agar og'zaki javob aniq bo'lmasa yoki bir necha kun davomida masala hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Unda ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, odatdagi to'lov sanasi va muammo boshlangan sana ko'rsatiladi. Iyul oyi pensiya to'lovim bo'yicha holatni tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, qarindoshlar e'tiborli bo'lsin. Ko'p hollarda keksalar bank ilovasidan foydalana olmaydi, SMSni tushunmaydi yoki firibgar qo'ng'iroqlarni ajrata olmaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqin qarindoshlar pensionerlarning kartasi ishlayaptimi, telefon raqami to'g'rimi? Jadval bo'yicha xabar bor yo'qligini tekshirib tursin. Bu oddiy yordam katta muammoning oldini oladi. Men eng xavfli 3 xatoni alohida aytaman. Birinchi xato, qo'shdan eshitgan gapga ishonib, rasmiy joydan tekshirmaslik. Har bir pensionerning holati alohida. Ikkinchi xato, karta ma'lumotlarini begonalarga berish. Pensiya tushirish uchun hech kim sizdan SMS kod so'ramaydi. Uchinchi xato, hujjat muddati tugaganini e'tiborsiz qoldirish. Ayniqsa ishonchnoma, karta, tibbiy xulosa va bank rekvizitlari bo'yicha muddati o'tgan hujjatlar to'lovini cho'zishi mumkin. Agar siz pensiyani kartaga olsangiz, kamida oyga bir marta kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat tugashiga bir oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangi kartani oldindan rasmiylashtiring. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankda ham, kerak bo'lsa pensiya bo'limida ham yangilang. Chunki xabarlar eski raqamga ketaversa, siz muhim ma'lumotni o'tkazib yuborasiz. Agar siz naqd pul olsangiz, pochta bo'limining raqamini yozib qo'ying. Mahalla mas'ullaridan ham jadvalni so'rab turing, uyda bo'lmasangiz. Pul yetkazish kuni bo'yicha oldindan xabar bering. Chunki xodim kelganda siz topilmasangiz, keyingi yetkazish kuni boshqa vaqtga qolishi mumkin. Demak,
iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani pensionerlar uchun juda muhim ogohlantirishdir. Bu pensiya bekor bo'ldi yoki hammaning puli kechgan degani emas. Asosiy ma'no shuki, ayrim hududlarda banklarda yoki naqd pul yetkazish tizimida to'lov kuni odatdagidan farq qilishi mumkin. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, balki kartangizni, hujjatlaringizni, manzilingizni va to'lov shahringizni tartib bilan tekshirishdir. Men sizga yana bir bor aytaman. Pensiya kechiksa, avval bank yoki pochta orqali tekshiring, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling, zarur bo'lsa yozma ariza bering, hech kimga SMS kod bermang, karta ma'lumotlarini aytmang, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizda iyul oyidagi pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdan siz pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd puldami? Odatda qaysi sanada olardingiz va hozir qanday holat yuz berdi? Men imkon qadar umumiy tartibni tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish ko'p odamni ortiqcha xavotir va muammodan saqlab qoladi.